Har yili 700 mingdan ortiq inson o't qopini oldirib tashlaydi. Yer sayyorasi bo'yicha 700 ming insonning o't qopi endi yo'q va ular bir umr parhez qilishga muhtoj. Endi bu masalaga to'xtalamiz. Assalomu alaykum, hurmatli hayot balansi kuzatuvchilari. Aslida o't qopi nima uchun kerakligini bilasizmi? Bilsangiz kommentariyada yozib qoldiring. O't qopi o'zi nima uchun kerak? Bizning tanamizda Alloh tomonidan yaratilgan har qanday organning maxsus vazifasi va uning maxsus missiyasi mavjud. Va ular kerak paytida ishlaydi, keraksiz paytida esa ishlamaydi. Masalan, bizning buyraklarimiz 45 daqiqa ishlaganda ikkinchisi ishlamasdan turadi. Ikkinchisi ishlagan paytida birinchisi dam oladi. Demak, ikkita buyrakning ham o'z vazifalari bor va o't qopining ham o'ziga xos xususiyati, uning o'ziga xos vazifalari bor. Bizning tanamiz shunchaki jigardan, o't qopidan iborat. O't qopi oddiygina xaltachadan iborat bo'lgan tupa organ deb o'ylashadi. Yo'q. To'g'ri, xaltachadan iborat, lekin uning funksiyalari bor. Unda o't suyuqligi ishlab chiqariladi deb noto'g'ri xulosa qilishadi. O't qopida hech qanday o't suyuqligi ishlab chiqarilmaydi. O't suyuqligini jigar ishlab chiqaradi. Xolesterin ishlab chiqariladi deb o'ylashadi. Yo'q, uni ham jigar ishlab chiqaradi. Shunchaki uning ichiga xolesterin oqib kiradi. Oqib kirgan paytida agar o't tuzlari yetmayotgan bo'lsa, xolesterin o'sha yerda kristallanishni boshlaydi va natijada o't tosh kasalliklari paydo bo'lishi mumkin. Bu o't tosh kasalliklarining tarkibiga ko'ra ham bir nechta turlarga bo'linadi. Masalan, ba'zi bir toshlar eruvchi toshlar bo'ladi va xolesterinli toshlar bo'lganligi uchun ularni oddiy ursasan yoki tutka iste'mol qilish bilan yechim berishimiz mumkin. Va bu tez o'zgaruvchan holat. Lekin bor, o't tosh kasalliklarining boshqa bir nyuanslari ham bor. Bunga alohida to'xtalamiz hozirning o'zida. O't hosil bo'lish jarayonida eng muhim narsa shundaki, bizning tanamizda yetishmovchiliklar. Har doim men patsientlarimga aytadigan bir narsani takrorlayman. Inson tanasida patologiya bir kunda, 3 kunda paydo bo'lib qolmaydi. Shunchaki ba'zi bir travmatologik kasalliklargina tez paydo bo'lishi mumkin. Masalan, kimdir avariya bo'ladi, oyoq qo'lini sindiradi, bo'lishi mumkin. Lekin har qanday patologik epigenetik kasalliklarning hammasini asosida nimadir yetishmovchiligi, nimanidir esa ortiqchaligi yotadi. Shunchaki bizning tanamizda nimadir ko'payib ketsa yoki nimadir yetmasa, bizning tanamiz signal berishni boshlaydi. Signallarni esa biz vaqtida eshitmaymiz va natijada kasalliklar og'irlashib boradi. Keyin signallarni chidab bo'lmas darajasiga yetgandagina bizning xalqimiz doktorga murojaat qiladi. Shuning uchun doimo o'z sog'lig'ingizni eshitishga e'tibor bering. Chunki organizmingiz har xil tillarda sizni qulog'ingizga doim shivirlab turadi. Masalan, uyqusizlik bilan. Endi uyqusizlikning o't kasalliklari bilan qanday munosabati borligini ko'rib chiqamiz. Bizning jigarimiz faoliyatida o't suyuqligi miqdori qanchalik yetishmasa, ya'ni o't tuzlari yetishmasa, xolesterinli toshlar paydo bo'ladi. Xolesterin miqdori qonda ko'paygan paytda qon tomirlarida aterosklerotik blyashkalarning paydo bo'lishi osonlashadi. Bu esa uyqu arteriyasida tiqinlarni paydo qiladi. Natijada bizning tanamizda uyqu arteriyasidagi torayish natijasida boshga qon yaxshi bormaydi. Boshga yaxshi qon bormadi degani boshga kislorod bilan ta'minlangan qon bormadi degani bilan bir xil. Va bizning tanamiz, ya'ni miyamiz gipoksik holatga o'tadi va uyqu buzilishi paydo bo'ladi. Shuning uchun ham xolesistit bilan og'rigan ko'p bemorlarda uyqu buzilishi parallel keladi. Undan tashqari pankreatit degan kasallik ham aka-uka hisoblanadi. Ya'ni xolesistit va pankreatit deyarli hamma insonda birgalikda kombinatsiya bo'lib keladi. Lekin bu kasalliklar bir-biriga nisbatan dushmanlik alomatlari bor. Ya'ni xolesistitni davolaydigan dorilarni bersak, pankreatit qo'zg'alishi, pankreatitni davolaydigan dorilarni berganimizda esa xolesistit qo'zg'alishi yuzaga kelishi mumkin. Bunday paradoksal holatni yechish uchun esa biz birinchi navbatda qaysi biri o'tkir davrda bo'lsa, o'sha kasallikni davolash bilan boshlashimiz kerak. Undan tashqari uyqu buzilishi bu pankreatit bilan bog'liq hisoblanadi. Ya'ni bizning tanamizdagi uyqu bezi bu oshqozon osti bezidir. Agar oshqozon osti bezidan haddan tashqari ko'p insulin ajraladigan bo'lsa, qonda insulinning miqdori ko'tarilib ketadi. Natijada miyadan kelayotgan signallar nima uchun insulin ko'tarilganligi haqidagi savolni qo'yadi. Va unga javoban tana o'zidan kortizol, adrenalin va shunga o'xshagan stress gormonlarini ajratishni boshlaydi. Natijada bizning yuragimiz tez urishni boshlab, biz uyqudan uyg'onib ketamiz. Bu aynan kechasi ko'p uyg'onib ketadigan insonlarga xos.
Va mana shunday holat bo'lmasligi uchun kechasi uxlashdan oldin 3 soat oldin siz ovqatlanishni to'xtatishingiz kerak. Oldingi videolarimizda aytganimiz kabi, och qolganingizdagina ovqatlaning. Vaqt bo'ldi deb emas. Bu eng muhim narsa. Endi esa boshqa narsaga to'xtalamiz. O't-tosh kasalliklari nima uchun paydo bo'ladi? O't-tosh kasalliklarini paydo bo'lishidagi birinchi nyuans bu yog'li taomlarni iste'mol qilmaslik. To'g'riroq qilib aytganda, yengil yog'larni iste'mol qilmaslik. Ya'ni pastmolekulyar yog'larni iste'mol qilmaslik natijasida bizning tanamizda pastmolekulyar yog'lar miqdori, to'g'rirog'i moylar miqdori tushib ketadi. Bularga misol qilib zig'ir yog'i, zaytun yog'i va shunga o'xshagan MCT oillarni misol keltirishimiz mumkin. Bunday holatni yechish uchun esa siz MCT oildan foydalanishingiz mumkin. MCT oilni xarid qilishni istasangiz esa Sport Nutrition do'koniga murojaat qiling. Bu shunchaki reklama emas, shunchaki bu sizning sog'lig'ingizni o'ylab aytilgan tavsiya. Endi esa eng muhim narsa, yog'larni kamayishi bu yuqori yog' molekulalarini yig'ilib qolishiga sabab bo'ladi. Bizning tanamizda boyroq yog'lar ko'payib ketadi. Kambag'al yog'lar esa ancha kamayib qoladi. Buning natijasida boy kambag'alga aylanib qolishadi. Bu esa bularning orasidagi agressivlikni paydo qiladi. Agressivlik esa tanada yallig'lanish jarayoni degani. Oddiyroq qilib tushuntirganda mana shunday jarayon ketadi. Lekin bu juda ham murakkab funksiyalarda, murakkab reaksiyalar ketma-ketligida bo'ladi. Xo'p, endi nima uchun bunday holat bo'ladi? Bunday holatni bo'lishi sizni och qolmasdan turib ovqatlanishingizda va kerakli yog'larni cheklashingizda. Ko'pchilik aynan yog'larim erimayapti degan shikoyat bilan keladi. Nima uchun yog'lari erimaydi? Sababi ular umuman ratsionida yog'ni chiqarib tashlagan. Va mana shuni natijasida ular yuqori yog' molekulalarini erita olmaydi. Har doim yuqori yog' molekulalarini eritish uchun past molekulyar yog'lardan foydalanish kerak. Chunki gadoni dushmani gado bo'ladi. Va ularning orasidagi jang tufayli o'rtada bu dunyo ado bo'ladi. Sizni tanangiz ham o'rtada ado bo'layotganligi uchun biz shunday bir ko'rsatma o'ylab topdik va bu ko'rsatmani Sport Nutrition Telegram kanaliga yozib qo'yganmiz va bu PDF faylni olish uchun bizani silkamiz pastidagi havoladan o'tib Telegramdagi PDF faylni oling. Va buni kompyuterdan, printerdan chiqarib olib, hayotingizga tatbiq eting. Bu shunchaki sizga nimadir qilish uchun ko'rsatma emas, bu sog'lig'ingiz uchun eng kerakli ko'rsatma. Buni hattoki odamlar pul berib sotib oladi. Biz esa sizga tekinga buni taqdim etamiz. Endi esa bir narsaga to'xtalib o'tamiz. Aynan o't qopida turib qolayotgan jilj, ya'ni o't suyuqligi haqida. Turib qolish natijasida sedimentativ jarayon ketadi. Sedimentatsiya, ya'ni sedimentoz degani cho'kmaga tushish degani. Cho'kish jarayoni ketadi. Cho'kish jarayonida o't suyuqligi pastida quyuqroq, yuqorisida esa suyuq qismi bo'ladi. U har doim noksimo holatdan 12 barmoqli chekka quyilgan paytida suyuq qismi oqib ketadi, quyuq qismi esa pastda turaveradi. Buning natijasida uzoq muddatlar natijasida u yerda og'ir erimaydigan toshlar paydo bo'lishi mumkin. Bu toshlar juda ham yirik bo'ladi va qachonlarda sizga zarar berishi juda ham qiyin. Faqatgina kichkina toshlargina o'ta xavfli va ularni ko'chib chiqishi juda ham oson. Undan tashqari yog'ni, toshni eritamiz deydigan ba'zi bir preparatlarga to'xtalib o'taman. O't-tosh kasalliklarida ko'pincha xolinokinetiklar beriladi. Xolinokinetiklar bu o't suyuqligini suyultirmaydi. Ular o't suyuqligini tezroq chiqib ketishini ta'minlaydi. Ular o'tni haydaydi. O't haydovchi vositalar va o't suyultiruvchi vositalar orasida farq bor. O'sha uchun o't suyultiruvchi vositalarni iste'mol qilish xavfsiz, lekin o't haydovchi vositalarni iste'mol qilish esa ancha xavfli hisoblanadi. Buni yaxshi gepatolog vrachlar va o'zi normal bilimga ega bo'lgan vrachlar yaxshi biladi. Lekin buni oddiy odamlarning hammasi bilishi kerak. Shuning uchun biz o't suyultiruvchi va o't haydovchi vositalar orasidagi farqni bilib olishimiz kerak. Doimo o't haydovchi vositalarni sog'lom odamlar va jigarida endi boshlanayotgan xastaliklari bor insonlarga tavsiya etiladi. Xolinokinetiklar esa ma'lum bir davrda o'tni aynan cho'kmasi ko'payib ketgan davrdagina beriladi.
boshqa paytda berilishi esa juda ham katta xato bo'lishi mumkin va oxirida bunday spazmlar paydo bo'lganda xirurgik amaliyot aralashuvlarini talab qiladi. Shunday ekan, o't qopini yorilib ketishi bu peritonit berishi mumkin. Ya'ni inson ichida o't qopi yorilib ketadigan bo'lsa, u oshqozon, ichak, butun ichak sistemasi qorin bo'shlig'ini zaharlaydi va u yerni peritonitini chaqiradi va natijada inson o'lishi mumkin. Bunday holatlar bo'lgandagina operatsiya qilish kerak. Boshqa holatlarda esa iloji boricha o't qopingizni asrashga harakat qiling. Bu bilan men operatsiyalardan qaytarib qolish niyatida emasman yoki bo'lmasa operatsiya qildirish niyatida ham emasman. Shunchaki sog'lom bo'lsangiz, o't qopingizga e'tiborli bo'lib yuring. Agar o't qopingizda qandaydir muammolar bo'lsa, yanada kuchliroq e'tiborli bo'ling. Agar o't qopingizda toshlar bo'layotgan bo'lsa, uni asosiy sabablariga qarang. Birinchi sababi bu yoshlikda ko'p och qolish natijasida hosil bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu xolesterinli toshlar bo'ladi. Agar o't suyuqligingiz tarkibini yaxshilasangiz, uzoq yillar davomida sekinlik bilan eritib yuborish mumkin. Bu uchun yordam beradigan preparat bu xvosh polivoy, ya'ni dala qirqbog'imi o'simligi ham juda foydali. Faqat uni mutaxassis nazorati bilan iste'mol qilish kerak yoki uni kapsula shaklida iste'mol qilish mumkin. Undan tashqari ikkinchi mahsulot esa bu tutka hisoblanadi. Bu tutka ham juda ham zo'r o'tni suyultirib beruvchi mahsulot. Ikkinchi mahsulot esa bu ursasan, ursaxolin kislotasi. Bu kislota yetishmasligi natijasida aynan xolesterinli toshlar paydo bo'ladi. To'rtinchi narsa bu juda ham muhim. A, D, E, K vitaminlari. Aynan D vitamini videosida biz aytib o'tganmiz. Tanada nima uchun D vitamini kamayib ketadi? Aynan o't qopidagi muammolar tufayli. Aynan siz mana shu muammolar bo'lmasligini xohlasangiz, siz o't qopingiz faoliyatini yaxshilang. Shunda D vitamini o'zlashtirilishi ham yaxshilanadi. Bu bilan nafaqat D, balki A, E va K vitaminlarining sintezi ham kuchayadi. Chunki ular aynan yog'da eriydigan vitaminlar. Agar o't qopida o't suyuqligi yaxshi ajralmasa, xolesterin, ya'ni yog'lar yaxshi parchalanmaydi. Natijada biz yog'larni yaxshi o'zlashtira olmaymiz. Shunchaki qornimizda dumboqqina qilib yog' yig'ishimiz mumkin bo'ladi. Bunday holatlar yuzaga kelmasligi uchun Hayot balansi kanaliga obuna bo'ling hamda bizni kuzatishda davom eting. Bu videoni shu yoshdagi tanishlaringizga, oilaviy guruhlaringizga ulashing hamda butun sog'ligiga e'tiborli bo'lgan insonlar bu videoni ko'rishsa ko'p narsani anglab olishadi. Siz bilan Hayot balansi va doktor Roziqov bo'ldi. Bu video sizga yoqqan bo'lsa, like bilan qo'llab-quvvatlang, o'zingizning savollaringizni kommentariyada yozing va biz siz uchun doimo qayg'uramiz. Sport Nutrition do'koniga esa alohida rahmat.